Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Xayrli tun kim qachon ko'rsa. Bebaho kuzatuvchilarim, mana bugungi videorolikimiz tayyor bo'ldi. Bu videoni men ancha oldin saqlanib qilib qo'ygandim, lekin hech imkonim bo'lmagandi. Shunga yetib kelmagandim. Mana bugun nasib qilgan ekan, chiroyli qilib sizlarga shu meykap texnikasini ko'rsatib, tushuntirib bergim keldi. Yuzlarni har doim birinchi namligini ta'minlab yumshatib olishimiz kerak bo'ladi. Buni oldingi darslarda ham aytib o'tganman. Va yuz qotiradigan, pigmentlarni yopadigan bazalarimizni ishlatamiz. Bu ko'z osti dog'larni, sepkillarni, yuzdagi xolchalarni anchagina yopishga yordam beradi. Tonalkamizni yupqa qilib to'nlariga yotqizib olganimizdan keyin yuzlariga mos holatda skulalarini chiroyli qilib shakllantirib rastushovka yordamida yuzlarini formulaga solib chiqdik va ko'z osti va ko'z ustiga, burun usti va nos gubka taraflarga svetli konsilerimizni surib gubkamiz bilan yotqizib chiqdik. Рассыпчатый pudradan foydalanib yuzlarini barxitli holatiga keltirdik va rumiana haylayterlarni berib yuzlarini tayyorlab oldik. Ko'z osti va qosh osti va ko'zni oldi qismiga svetli tenlarimizni berdik va peshnikisda eng svetli tendan boshlab har doimgi texnikamiz sekin-sekinlik bilan темный obraziga o'tdik. Средний темный rusiga va podvodkani ko'zlarini atrofi bo'ylab chizib, kисточкада ten yordamida ustidan rastushovka qilib chiqdim. Bu texnikani ham rosa xaridorlari ko'p, qizlarjonlar. Juda ko'pchilikga yoqadi bu texnika ham. Bu texnikada постоянно yuradigan klientlar ham bor. Shu uchun buni ham o'rganish kerak. Juda ham chiroyli texnika hisoblanadi. Bu yog'ini ham xuddi shunaqa tenovый olib kelib, rastushovka qilib, oxir podvodka bilan chizib, podvodkani ten yordamida ozgina yoyib boramiz. Ko'zlarning ustiga blesk qilamiz. Blesklaringlarni xohishingizcha tanlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar qora, xohlasanglar tillarang, kiyimga moslab tanlasanglar ham bo'ladi. Главныйsi yarashsa bo'ldi. Tush qilamiz. Kipriklariga har doim kiprik terishdan oldin bilasizlar, bu texnikani tush qilib olaman. Va kipriklarni chiroyli qilib bir qator qilib terib chiqamiz. Tush qilib olsak, kiprik terishga ancha oson bo'ladi. Qoshlarini changdan tozalab olib, oralarini tolalaga to'ldirib chiqamiz. Qoshlari o'zi qalingina ekan, oralarini tolala qilsak, yana ham tabiiy holatda chiroyli ko'rinadi. Qosh tolalaga qiynalsanglar, ten yordamida ham qosh bo'yasanglar bo'ladi. Ko'pchilik hozir gelni oldin suradi, undan keyin ten bilan chiroyli qilib rang berib, o'zini qosh tolalarini tepaga xuddi laminatsiya holatda, laminatsiya effektini berib turadigan qilib bo'yab ham qo'yishyapti. Tolalar yopishgan holatda chiroyli ko'rinyapti. Bunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Mana lablarini formalari bo'ylab kontur qilib chiqdik va yarashadigan rang bilan bo'yab oldik. Mana bebaho kuzatuvchilarim, bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa, albatta men chiroyli fikrlarni kommentariyada kutib qolaman va yana yaxshi kunda ko'rishguncha inshaalloh sog' omon bo'linglar.